Bunaqa ishoning aniq topa olmaysiz. Sebzorga kelganmiz. Toshkent restorani orqasidagi 59.7 salkam 60 kvadrat metrli kvartiramiz bor yo'g'i 55 ming dollarga barcha mebel texnikasidan bilan faqat xolodilnikni olib chiqib ketishar ekan. Sizlar bilan birga oshini ko'ramiz. Kirganimizda to'g'rida mana bitta xona keladi, tetskiy. Bolalarga qilsangiz bo'ladi. Hop, bu yoqda razdeniya yuvinish xonasi, nimasi keyin. Hop, bu yoq mehmonxona, mehmonxonada yana balkonga chiqsangiz ham, u yerda ham bitta xona qilib qo'yishgan. Bu yog'imizda mana oshxonamiz. Ko'chalarni ko'rishingiz mumkin, tinch zona. Bu yoqda bolalar uchun plashatka va mashina qo'yishga ham, parkovka bemalol ekan. Hop, 5 etajli domimizda 5-etaj bo'ladi. 2 xona bo'lgan, 3 xona qilingan. Kvadrati 59.7 kvadrat metr bo'lyapti. Bor yo'g'i 55 ming dollarga mebel texnikasi ham qolar ekan. Faqat xolodilnik ketadi. Tanishlaringizga tez jo'natib qo'ying, ulgurib qoling. Shahar markazida Sebzordan bor yo'g'i 55 ming dollarga 59.7 kvadrat. Zo'r narxi aka, bosib oling.